Voy yuramiz, o'nroqqa, yana chaproqqa, bitta aylanamiz. Nima bo'ldi aka? Boshqa taqillayapti-da, shuni ko'rib bering. Qatan taqayapti. Kimga qildirganingiz aka? Mahallada bolalarga. Voy, mana o'qimaganga gapirasiz, keyin meni qiynaysiz aka. Oldi bolani orqaga qo'yib yuborimchi. Bularning nima farqi bor aka? Oldi, orqa yuraveradi. Juda katta farqi bor-da aka. Menga olib kelmayapsiz aka. Bo'ldi, shartmas aka. Aka, sochimni cho'tkilar taraf qo'ying, uchrashuvga boraman. Bo'ldi. May qarang, soch oldin kimni oldirgansiz? Shu buzib qo'yibdi mana joyni. Kantovkasi ham bir g'alatimi qolgan. O'zimga kelmabsiz-da. Bo'ldi, to'xtating, bo'ldi, kerak emas. Bilmadim, svet o'chib qolganiga quyosh panel qo'ydirganman, noto'g'ri ulaganman, hozir usta ham chaqirganman. Kelsinchi? Ana keldi shekilli. Charchamasmi? Ash quyosh paneli narsalarni to'g'rilatish kerak. O'shanga qaydan olgansiz o'zi? Senga nima qaydan olganim? Usta pulingni beraman. To'g'rilab ket. Menga farqi yo'q. So'radim xolos. Ano o'zimizni Namanganda avtovokzaldan o'tgandan keyin quyosh panel do'kon ochilgan. O'sha yerda olgan. Zo'r joydan olibsiz-ku. Nima? Nima? Yo'q. Nima? O'zingni bos uka. Hozir nima deding? Zo'r joydan olibsiz dedim. Ular Xitoydan promo olib keladi quyosh panellari. Eng arzonlari, eng yaxshilari. Necha marta borib ishini qilib berganman ularni men. Nahotki sen maqtayapsan, yomonlash o'rniga maqtading-a, Xitoydan to'g'ri olib keladi. Narxlari ham arzon, olib sotarmas. Keyin tadbirkorlar ham olsa bo'ladi. Malatsi uka, zo'r bola ekansan. Sendan aka bolani ko'rmadim. Uylanganmisan? Yo'q. Ahmad! Hov! Qizingni olib chiq. Hop. Uka, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana Tracker avtomashinasi sizga. Maza qilib bolalaringiz bilan borib kelib turasiz. Sizdan odamni urug'lay olish kerak, uka. To'ylar muborak. Tinchlikmi? Bu Trackerni nech pulga olgansiz? Buni 12500 ga olganman. Nima edi? Kecha bitta og'aynim 11,5 mingga sotdi-ya. Uxlatibdi sizni lekin. Uka. Bir chiroyli sandagi odam bor ekan deb xursand bo'lib, shunchalik to'ylarni qilib bir xursand bo'ldim. Iflos ekansan, sana undaqa odam asli yomonlamaydigan odam yo'q ekan. Bor yo'qol, shuncha qilganni ko'tingga tiqding. Asli bor meni xotiningni ham olib, yo'qol, yeb chichar, iflos. Esingni yop. Mashinani qimmat deb ko'rmaganmiz-da? Da!